Assalomu alaykum limon ko'chat ishqibozlari. Mana 3 yoshli, 4 yoshli o'tayotgan ko'chatlarning holati qanaqa deydiganlar uchun mana shu videomiz bo'ladi. Mana 4 yoshli qizim mana meni. Qizim qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Mana shu ko'chatimizning holati 1 yosh. Mana bitta ko'chatimizning holati mana gullashni boshlab qolgan, xudo xolasa. Pashti 4-yoshga o'tib qolgan bu ko'chatimiz. Shu holat qanaqa, nech metr, shunga shoxlaganmi, bir shox emasmi deydiganlar uchun mana shu ko'chatimiz. Mana tanalari xudo xolasa pishib bo'lgan, mevaga tayyor, gullashni boshlab qolgan mana. Pastda sekin-sekin gullashni boshlayapti. Xudo xolasa mana shu ko'chatlarimizdan ertaga ekishni boshlaymiz. To'g'risi vaqtim bo'lmadi meni. Bo'ldi qizim, o'ynavering boring. To'g'risi vaqtim bo'lmadi. 10 mingta keyingi yilga qalamcha tayyorladim. Shu limon qalamchasidan keyingi yilga bu yil mana 10 mingta ko'chatim sotilib tugadi. Mana xudo xolasa yana keyingi yilga 10 mingta qilyapman. Undan tashqari yana 4 ming, 5 ming qayta ekinlar bor. Ozgina haligi ko'zga yoqmay qolgan shunaqalar qayta ekin qo'ygan. Ular ham xudo xolasa kuzga 3 yosh bo'ladi. Mana shu ko'chatdan xudo xolasa ertaga sal qo'l bo'shab qoldi. Endi ekishni boshlayman mana. Mana ham kichkina tuvak emas mana shu ham ko'rishinglar mumkin mana. Qo'lim bir qarich yetmayapti mana. Ko'ryapsizlar? Tuvakdan holati ham normalniy tuvakka tushgan bu tomiri ham. Bunaqa katta ko'chatlardan ekmoqchi bo'lganlar, mana shu ko'chatimizdan xudo xolasa 200 ta 250 ta atrofida oxirgi parnigimiz qoldi. Mana shu ko'chatni kimga kerak bo'lsa, uspet qilib olinglar. Butun O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa dastavkani qilib beramiz. Faqat kelishilgan holatda. Mana Samarqandlik akalar, Xorazmlik akalar juda ham ko'p zakaz qiladi. Toshkentlik akalar, mana shularga tavsiya qilaman. Bu yil ekaman mevasini olaman deydiganlar uchun mana shu ko'chatlarimizni tavsiya qilaman men. Aylantirib mana shoxlaganni ham e'tibor berishinglar mumkin. Mana bitta shox, ikkita shox emas. Mana shu kaltaylar mana shu yerdan sindirilgan, ko'ryapsizlar? 5 ta shox chiqqan. Shunaqa shoxlatiladi mana. Biz bo'yga ishlaymiz, bo'yga ham ishlaymiz, ham sifatga ham ishlaymiz. Ko'rishinglar mumkin mana. Yam-yashil ko'm-ko'k yangi bak chiqarishni boshlab qolgan mana. Hozir ekdim mana. Bugun paprovaga o'zim bitta olib kelib ekdim. Bu nima deydi? O'ta kattasi ham emas, kichkinasi ham emas, o'rtachasi mana shu ko'chat. Bu yoqda gullashni boshlab yuborgan ko'rishinglar mumkin mana. Taglaridan sekin gullashni boshlab qolgan xudo xolasa. Eksalaring mana shu ko'chatdan ko'chat ekdim deb maqtanadigan ko'chatlarda bu mana. Gullarni ham ko'rishinglar mumkin. Hali 100% limonlar gullab bo'lgani yo'q. Bu endi gullashni boshlagan xudo xolasa. Bu yil meva olaman. Keyingi yilga mana shu 5 kilo, 10 kilodan meva beradigan ko'chat ekaman deydiganlar uchun tavsiya qilamiz shu ko'chatimizni. Xudo xolasa bemalol telefon qilib zakaz berishinglar mumkin. Bu sortiga kelsak, yupqa po'stloqli Mir degan sortidan, Super Mir deydi. O'sha sortidan, qishda saqlanadigan sortidan. Xudo xolasa garantiyali ko'chatlar. Mana shu o'zimiz yosh bo'lsak ham endi 30 ga kirdik. Dadamiz mana 30 yildan beri mana shu limonning ichida. Biz ham mana shu 7 yoshimizdan mana shu limonning ichidamiz. Xudo xolasa nima maslahatlar kerak bo'lsa, ekish jarayoni, yil davomida tavsiyalar, hammasini o'zimiz berib boramiz. Uyaltirib qo'ymaydi mana shu ko'chatlardan. Ko'chat ekdingmi desa, ekdim deb maqtanadigan ko'chatlar bular mana. Yangi bak chiqarishni boshlab qolgan. Mana yangi konini katta ko'chirilgani uchun shunaqa mana yangi baklari ham tashamagan. Mana shular yangi bak bo'ladi. Mana shular yangi bak chiqargan. Yangi bakni ham tashamagan. To'g'risi qo'lim tegmasdan mana shu ko'chatlarni o'rnidan katta koni bilan ko'chirib sotilyotdi. Hozir mana ertaga 100 tasini tuvaklab qo'yaman xohlaganlar uchun. Tuvakda jo'natamiz. Xohlaganlar uchun katta koni bilan qilib koni bilan jo'natib yuboramiz. 10 litrlik salafanga solib, 10 litrlik salafanga ham zo'rga sig'yapti mana tomiri. Ichi turpog'ini tushirib, keyin sig'diryapmiz. Mana shu hozir koni kamida 20 kilo koni bilan chiqdi. Bog'dan ko'tarib keldim. To'g'risi juda ham qiynaldim ko'tarib kelguncha. Mana shu 20 kilo, shunaqa 15-20 kilo koni bilan chiqyapti tagida. Xudo xolasa eksalaring ham tashamaydi. Mana shunday ketadi mana shu ko'chatlar. Yam-yashil, ko'm-ko'k holatda. Ko'p maqtab yuborishmas, o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin.
Men oldida gavdasi qanday deydiganlar uchun mana meni ko'rishinglar mumkin. Bo'yim 1.75 mana meni bo'yim. Mana meni bo'yim bilan pashti biz mana ochiq savdo. Chunki ishonchli bo'lgani uchun mana ko'p yuzim bilan ham ko'p chiqaman. Mana solishtirib olishlaring mumkin mana shu ko'chatlarning bo'yini. Meni bo'yim 1.75. Ko'chatlarning endi kamida mana shu bo'yi 1.70, 1.50 dan tepa hamma ko'chatlar. Bo'yini mana solishtirib olishlaring mumkin. Mana bu yoqda parniklarimiz. Mana shu yerda 3 ta o'ra bor edi, hozir mana ikkitasini buzdik. Bittasi qoldi. Unda ham oxirgi ko'chatni bugun chiqardim. Endi bog'dagi parniklarni xudo xolasa olib kelib yana mana shu yerga joylayman. Ko'pini o'sha yerdan ham sotyapmiz. Mashinada jo'natib yuboring deganlar uchun bog'da o'zidan ham juda ham ko'p ko'chirib chiqardik. Akalar, nomerni yapti qisqa qilamiz. Video cho'zilib ketdi. Nomerni pastda qo'ygizamiz. Bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin.